Hürmetli görürmenler, Şarkı Türkistan avazının gündelik haberlerini görüşünlerini karşılamız. Xitay Şarkı Türkistan halkını kol işçi ornida mecburi yötkümekte. Avrupa Xitay başlıqlar yığınida müstakil küzetkiçilerinin Şarkı Türkistan'a kiriş talep kılındı. İşki Mongoliyada Mongol tilini qoğdaş üçün kem degende 8 adam özünü öldürüp aldı. Xitay çetelliklerinin sallıq məlumatlarını toplap, hamma adamga numar qoygan. 71 yaşlıq Suga Yaponiyanın yeni baş ministerlik vazifesiga tayinlandi. Tövəndə diktanlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Yaqında ijtimoiy uçur vasitalarida tajovuzchi Xitoy kommunist hokimiyatining Sharq Turkistondan yana Uyg'ur qiz o'g'illarni, hatto yashanganlarni qo'l ishchi o'rinda arzon emgak kuch qilib ishiltish uchun turkumlab yurt makonlardan ayirib, avtobuslarga chiqarib, ishkiri o'lkalar va boshqa shaharlarga majbur olib ketayotgan echinishliqsin ko'rinishlari Xitoy virusi avjiga chiqib, aholining qattiq radikal karantin tadbirlari ostida turayotgan vaqtlarda o'tirg'i chiqishga boshlagan. Bu sin ko'rinishlardan yurtlardan ayrilish azobida ko'zlari yoshga to'lgan, Xitoy virusi yuqumidan saqlanish uchun maska taqgan yosh qiz o'g'illar va yashangan kishilarning amal chorasiz azoblanayotgan, majbur elib ketilayotganligidek ishki hissiyotni ko'rgili bo'ladi. Bu dal Amerika va Yevropadagi demokratik ellar Xitoy kommunist hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarta qattiq tanqidlash va Sharq Turkiston xalqini qo'l o'rnida ishlatib, ishlab chiqarayotgan qonunsiz tovarga qarta embargo yurgizayotgan mushundaq bir paytda o'tirg'i chiqishi Xitoy mustamlikchi hokimiyatining Sharq Turkiston xalqini qonunsiz qo'l o'rnida ishlatayotganligidan iborat razil mohiyatini dunyo jamoatchiligi oldida yushirib qololmaydiganligini yana bir qatam oshkorladi. 15 sentabrda Yevropa İttifaqı rahbarlari Xi Jinping bilan o'tkazilgan sin yig'inda Xitoyning iqtisodiy va savdo raqobat muhitining adolatsiz ekanligini, Hong Kong, Sharqiy Turkiston va kishilik huquq masalasiga astoydil ko'ngil biladiganligini, hamda Xitoyning xalqaro va'dalarni o'rindamaganligini bildirib, Yevropa birlashmasi Xitoydan mustaqil kuzatuvchilarning Sharq Turkistonga kirishini talab qildi. Fransiya agentligining xabar qilishicha, Yevropa kengashining raisi Michel yig'indan keyin o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida biz Xitoyning Sharq Turkiston va Tibet millatlariga tutgan muomalasi, shundaqla Xitoy kishilik huquq faoliyatchilari va jurnalistlarning taqdiriga bo'lgan andishimizni yana bir qatam Xitoyga qayta ta'kidladik. Hamda Xitoy Uyg'ur millatlariga kam ko'lam ziyonkashlik qilishni planladi deb ayblandi. Biz Xitoydan mustaqil kuzatuvchilarning Sharq Turkistonga kirishiga ruxsat qilishni talab qildik. Kishilik huquq masalasiga cho'qim yaqindan diqqat qilish kerak. Bugungi asosiy temalarning biri bo'lsa, mushu joylarga berib naq maydonni tekshirish dedi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Xitoy virusi va Hong Kong davlat bexatarlik qonuni, Uyg'ur masalasi qatorliq masalalarda Yevropa taraf yig'inda qattiq pozitsiya tutgan. Yevropa rahbarlari Xi Jinpingdan Hong Kong masalasini o'ylashish, Uyg'ur, Tibet va boshqa millatlarni hurmat qilishni, bozor ochib etishni askartib, demokratik sadolarni anglash, kishilik huquqning qo'g'dilishiga kafolatlik qilish qatorliq masalalarda Yevropa Ittifoqi va a'zo davlatlarning birlikka kelgan inkas ekanligini askartib, Yevropa Ittifoqi rahbarlari Xitoyning iqtisodiy va savdo raqobat muhitining adolatsiz ekanligini, Hong Kong, Sharq Turkiston va kishilik huquq masalasiga astoydil ko'ngil bildiganligini, Xitoyning xalqaro va'dalarni o'rindamaganligini kuchli ta'kidladi. Xitoy Kommunistik partiyasi Ishki Mongoliyada atalmish yangi ma'rif siyosatini majbur yo'l qo'yib, boshlang'ich maktabning 1-sinfidan boshlabla Xitoy tili o'qishni yo'l qo'yib, kelgusi 2 yilda Mongol tilida o'rganadigan darslarning o'rnini Xitoy tili bilan almashtirishni planlagan. Bu Ishki Mongoliyadagi Mongollarning qattiq noroziligini qo'zg'agan. Egilinishicha, kam deganda 8 Mongol o'z tilidan voz kechishni xohlamay, o'zini o'ldirib olgan. Xitoy doiralari atalmish qo'sh til ma'rif degan ismni suiiste'mol qilib, sentabrdan boshlab Janubiy Mongoliyadagi har darajalik maktablarda mongolcha o'qitishning o'rniga xanzucha o'qitishni yo'l qo'yish plani mongollarning keng ko'lamli norozilik namoyish qilish va o'qish tashlashini keltirib chiqargan. Xitoy doiralari tomonidan kuchli bostirish, qo'lga ilishga duch kelsimi, tumanlagan kishilar yanala mongol tilini qo'g'dash, assimilyatsiya siyosatini to'xtatish qatorliq lozung shiorlarni ko'tarib qarshilik ko'rsatgan. Ba'zi to'rdoshlar Xitoy Mongol xalqining norozilik namoyishini qattiq qo'lliq bilan bostirib, Mongol bolalarining cho'qim 3 kun ichida maktabga avatilish kerakligi, bo'lmasa yerlik asos qatlam mas'ullarining iqtisodiy taftish qilinib tekshirilganligi, maktab mudirini layoqatsiz baholab 3 yillik unvon o'stirilishini amaldan qoldirish, o'quvchilarning ota-onalariga qonuniy jazo berish, o'quvchilarni tizimlashni amaldan qoldirish, ota-onalarni hukumat xizmatidan bo'shatish, chorvachilarga qarz berishni to'xtatish, mayiblarning turmush yordam pulini bekor qilish qatorliq razil vositalarni qo'llanmoqda ekan. Janubiy Mongol kishilik huquq uchurlari mudiri Enxibatuning deyishicha, Xitoy yerlik hukumat va chorvachilik rayoniga nurg'un soqchilarni yutkab, uy-uy kirib o'quvchilarni majburiy maktabga berishga zo'rlagan. Hatto bolalarni bulagan. Butkul Janubiy Mongoliya hozir asosan soqchi davlatiga aylangan bo'lib, hamma joyda soqchi va to'polon soqchilar bilan to'shqan. Mongollar buni ikkinchi qatimliq madaniyat inqilobi, ikkinchi qatimliq qirg'inchilik deb qaragan.
Xitoyning yo'l qo'ygan siyosatlarga bo'ysunishni xohlamagan ba'zi ota-onalar bolalarini olib cho'llikdagi o'tloqqa yo'shirib olgan. Alma kundalik gazetasining xabar qilishicha, Ishki Mongoliyadagi bir o'rta maktab mudiri o'qish tashlagan o'quvchilarni maktabdan haydab etishni xohlamaganligi uchun ishdan bo'shatilgan. Keyin Xitoyning Mongollarga qo'ygan nohaq siyosatlari va bostirishiga chidamay o'zini o'ldirib olgan ekan. Janubiy Mongoliya kishilik huquq uchur mudiri Enxibato oz deganda 8 Mongol navbatdagi vaziyatda ona tilini saqlab qolish uchun o'zini o'ldirib olish bilan qarshilik ko'rsatganligini aytgan. Mongollar Aqsaray to'r bekitida birlashma imzo qo'yib, tashqi dunyoni o'zlarini qo'llashga chaqirib, Washingtondan Xitoy Kompartiyasining maktablarda Mongol tili o'qitishini yo'qotish orqali Mongol tili va madaniyatini vayron qilishni to'sib, millatning assimilyatsiya qilinishi va yo'qolishining oldini olishni talab qildi. Beijing harbiy va axborot organlari bilan munosabati bor Xitoy Kompartiyasining texnik shirkati Amerika, Angliya, Avstraliya, Kanada, Hindiston va Yaponiyadagi millionlagan kishilarning shaxsiy uchurlarini maxfiy to'plagan. Egilishicha, kommunistlarga qarshi kishilar bu uchurga erishgandan keyin uni 5 ko'z ittifoqiga oshkorlagan. 13-sentabr Avstraliya pul muomala baholash kesasining oshkorlashicha, asosli xaridorlari Xitoy armiyasi bo'lgan bu shirkatning ismi Xinjiang Jinhua sonliq ma'lumot shirkati bo'lib, Xitoy axborot tarmoqlari va davlat bexatarlik ministerligi maxfiy to'plangan sonliq ma'lumotlarni ishlatdi degan. Bu shirkatning sonliq ma'lumot omborida taxminan 2 million 400 ming chet ellikning shaxsiy uchurlari to'plangan bo'lib, Xitoy parol orqali 250 ming shaxsning uchurini yashgan. Buning ichida 52 ming amerikalik, 40 ming angliyalik, 35 ming avstraliyalik va 10 mingdan ortiq hindistonlik, 5 ming kanadalik kishi qatorliqlar bor ekan. Bu kishilarning nurg'unlari yuqori darajalik siyosiyonlar, xon jamiyati a'zolari, diniy dohiylar, harbiy generallar va boshqa donliq shaxslarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoy bu kishilarning hammasiga sonliq raqam bilan nomer qo'ygan. Bu shaxsiy uchurlarning tafsiloti bo'lsa, tug'ilgan vaqti, adresi, nikoh ahvoli, oila a'zolari, tuqqanlari, siyosiy jamiyatlari, ijtimoiy munosabatlari va ijtimoiy taratquv kimligi qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Keyincha sonliq ma'lumotlar ijtimoiy taratquv va internetga boshqa ommaviy materiallardan ilingan. Ammo ba'zi sonliq ma'lumotlar maxfiy tor xotirasi, xizmat iltimosi va psixikalik arxiv hujjatlaridan o'g'irlangan bo'lib, qorong'u tor betlari orqali erishgan ekan. Bu sonliq ma'lumot bilan tunji qatam uchrashgan amerikalik olim va tor bexatarlik mutaxassisi professor Christopher Baldingning aytishicha, u o'tgan yili Huawei'ning sonliq ma'lumot mashg'ulotini tadqiq qilishga boshlaganda, biraylan tasoddifiy uningga Xinjiang Jinhua sonliq ma'lumot shirkatining g'oyat zo'r sonliq ma'lumot uchurini bergan. Balding bu g'oyat zo'r bayqash xuddi muqaddas Kirayilning bayqalishi bilan o'xshash. Bu Xitoyning tashqi ishlariga ta'sir ko'rsatish va kontrol qilish uchun maxfiy holda chet ellarda zo'r miqdordagi shaxsiy uchurlarni to'plaganligining tunji isboti. Xitoyning qilayotgan ishlari cho'ng tahdid. Ular o'z fuqarolarini emas, dunyo fuqarolarini kontrol qilib nazorat qilish va ta'sir ko'rsatish orqali Xitoy cho'qim davlat ichi va xalqaroda keng ko'lamda nazorat qilish davlat qurmoqchi. Xitoyning axborot va ta'sir kuchiga qanchalik mablag' sag'anligi to'g'risidagi tushunchamiz texnik dastlabki bosqichda to'van o'lcharlik bo'lmaydi dedi. Salomatlik sababli bosh ministerlik va Liberal Demokratlar partiyasining raisligidan istiqo bergan Shinzo Abening o'rniga mazkur partiyaning bosh kotibi Suga Yoshihide liberal raislik saylandi. 71 yoshlik Suganing chorshanba kuni parlamentda o'tkazilgan saylamda bosh ministerlik vazifasini ustiga olganligi ma'lum. 14-sentabr Yaponiya parlamentida o'tkazilgan saylamda Suga hokimiyat beshidagi Liberal Demokratiya partiyasining 534 parlament a'zosidan 377 nafarining ovoziga erishib raislik saylandi. Raislik saylamida Suga sobiq mudofaa ministri Shigoro Ishida va Liberal Demokratiya partiyasining parlament korpusining boshlig'i Fumio Kishida bilan raqobatlashgan. Yaponiya tarixida eng uzun bosh ministerlik vazifasini o'tagan 65 yoshlik Shinzo Abe avgust oyining oxirida salomatlik sababli vazifasidan istiqo berganligini e'lon qilgan va yangi bosh minister saylanguncha vazifasini davomlashtirganligini bildirgan edi. Egilishicha Suga 2012-yildan buyon Shinzo Abe boshchiligidagi Yaponiya kabinetining bosh kotibi bo'lgan ekan. Suga yaqin kunlarda o'zining Shinzo Abening tashqi siyosatini davomlashtirganligini ko'p qatam o'tirib qo'yib, bir necha kun ilgari Suga Yaponiya diplomatiyasining asosiy Yaponiya-Amerika ittifoqi ekanligini, mush asosda Osiyo davlatlari bilan quyuq aloqa o'rnatish kerakligini oshkor o'tirib qo'ydi. Ya'ni Yaponiya bilan Xitoy o'tirisida nurg'un masalalarning borligini, Yaponiyaning davomli yuqori qatlamli suhbat fursatidan unumli foydalanib, masalalarni birma-bir hal qilishimiz kerak degan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.